Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Bugun sizlarga Robert Kiyosakining Boy ota va kambag'al ota kitobi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Kiyosakining Boy ota, kambag'al ota asari 1997-yilda chop etilgan bo'lsa-da, shu kunga qadar eng ko'p chop etiladigan nashrlar ro'yxatidan tushmay kelmoqda. Bu kitobda muallif sarmoya qilishining asosiy qoidalari va muvaffaqiyatli biznes olib borish sirlari bayon etilgan. Mazkur kitob 100 dan ortiq davlatda, qirol tilida 30 milliondan ortiq tirajda chop etilgan bo'lib, asarimizning eng kuchli bestselleri hisoblanadi. Undan olingan iqtiboslar esa millionlab kishilar uchun muvaffaqiyatning haqiqiy qonuni sifatida xizmat qilib kelmoqda. Asar nomini eshitgan inson ozroq o'ylanishi tayin. Axir bir insonda ham boy, ham kambag'al otani bo'lishiga bir g'ayrioddiy sabab bo'lishi kerak edi. Kitob mutolaasidan so'ng kitobxon anglaydiki, uning asli bitta o'zining otasi, kambag'al otasi va bitta o'gay otasi, boy otasi ta'sirida ikki xil g'oyaga uning ongiga singdiriladi hamda u bir maqbul qo'rishmani ongiga qo'yadi. Sodda qilib aytganda, boy otasi avval o'qib, keyin qil derdi. Kambag'al otasi esa avval o'qib, keyin qil derdi. Moliya tilida bu avval sarfla, keyin to'la va avval to'la, keyin sarfla deyiladi. Kitob moliyaviy savodxonlik, moliyaviy mustaqillik va aktivlarni investitsiyalash, ko'chmas mulkka investitsiya kiritish, biznesni boshlash va egalik qilish orqali boylik orttirish, shuningdek o'z biznesini va moliyaviy imkoniyatlarini yaxshilash uchun moliyaviy zakovatni oshirish haqida. Asar 10 bob, 6 dars va bir necha ko'rsatmaviy tavsiya bo'limlaridan iboratdir. Asar tomirida Kiyosaki har bir inson hayotida o'z biznesi va o'z kasbi tushunchasi ikki nomutanosib xilqat ekanligini aytib o'tadi va tomiridan keyin ildiz tomon yetganingizda avval ber, keyin olasan hamda aqlli bo'l, hech kim seni yengolmaydi degan nazariyalar yotadi. Boy ota, kambag'al ota masalalar to'plami uslubida yozilgan bo'lib, go'yoki Kiyosaki hayotiga asoslangan. Tituli Boy ota do'stining otasi bo'lib, u tadbirkorlik va aqlli investitsiya tufayli boylik to'plagan. Kambag'al ota esa Kiyosakining o'z otasi bo'lib, u butun umri davomida qattiq mehnat qilgan, lekin hech qachon moliyaviy ta'minotga ega bo'lmaganini aytadi. Kiyosakiga boy yashash uchun barcha maslahatlarni bergan. Boy ota borligini hech kim isbotlay olmadi. 1997-yilda Boy ota, kambag'al ota kitobi nashr etilgunga qadar hech kim Kiyosaki tomonidan qo'lga kiritilgan katta boylik zaxiralarini hujjatlashtirmagan. Yangi hayotingizni, biznesingizni boshlamoqchimisiz? Unda qo'rqmay ishingizni boshlang. Bunga yengil, katta bilim kerak emas albatta, lekin bu sizdan qat'iy mas'uliyat talab qiladi. Bir necha tavsiyalar, chizmalar va misollar orqali kitobxonga sen hozir hech qayerdan daromad olmasang, ishing bo'lmasa, xo'sh endi sen qanday yashaysan degan savolni uqtirishga hamda javobini izlashga kitobxonni o'z nazariyasi orqali da'vat etadi. Bu kitobni faqat moliya sohasidagilar uchun emas, barcha mutolaa qilish kerak. Chunki bu kitobni o'qisangiz, eng kamida siz o'z kelajagingiz ustunligini, borligini yoxud yo'qligini anglaysiz. Insonning asosiy to'siqlari haddan tashqari qo'rquv va ishonchsizlikdir. Javobni bilgan, ammo uni aytishdan qo'rqqan o'quvchilarni ko'rish juda achinarli. Ko'pincha dunyoda aqlli insonlar emas, ammo jasur insonlar muvaffaqiyatli bo'lishadi. Men bunga qodir emasman degan so'zlar ruhiy tushkunlikka va depressiyaga olib boradi. Xafagarlikni va kuchsizlikni olib keladi. Bunga qanday qilib erishishim mumkin degan so'zlar imkoniyat, hayajon va orzular uchun yo'l ochadi. Ong va ruhni mustahkamlaydi. Kitobda shunday parchalar keltirilgan. Insonlar nimanidir tahlil qilish o'rniga tanqid qiladilar. Bizda mavjud bo'lgan eng qudratli narsa bizning ongimizdir. Yaxshi rivojlangan aql darhol katta boyliklarni yaratishi mumkin. Katta imkoniyatlar ko'zlar bilan ko'rinmaydi, ular aql bilan ko'rinadi. Siz qancha pul ishlab olganingiz emas, balki qancha saqlab olganingiz muhimdir. His-tuyg'ular asosida o'ylash emas, balki his-tuyg'ularingizni mulohaza yuritish uchun ishlating. Robert Kiyosakining Boy ota, kambag'al ota kitobi
muvaffaqiyatli va boy bo'lishni istagan har bir kishi uchun eng yaxshi manba hisoblanadi. O'zingiz va orzularingiz uchun qanday pul ishlashni o'rgatadigan oddiy haqiqatlarni mana shu kitobdan topishingiz mumkin. O'qing, fikrlang va muvaffaqiyatli bo'ling.